Assalomu alaykum. Bugun perikardial tamponada, ya'ni yurak atrofidagi yurakning o'zini qoniga o'zi cho'kib ketishi, boshqacha aytganda. Ya'ni yurakning atrofida perikard degan o'ziga xos xaltachasi bo'ladi. Uni qo'y so'yganda ko'rish mumkin. Xuddi shu holatda uni ustida parda bo'ladi. Odamda ham xuddi shunday. O'sha pardani yurakning qaysi qismi kesilishi yoki qon tomirini shikastlanishi natijasida o'sha parda bo'shlig'iga qon to'planib qolishi shu tamponada hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan sababi bu jarrohlik amaliyotdan yoki travma, yurak atrofidagi o'sha infeksiya yoki saraton natijasida xuddi shu jarayonlar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni yurakning bir qismi shikastlanadi va undan qon chiqib, qon o'sha kapsula, qobiqqa to'lib qoladi. Bu narsa belgilari bilan qanday belgilar bilan yuzaga keladi? Ya'ni nafas qisqarishi, ko'krak bosimini ortishi, yurak tez urishi va charchoq bilan birgalikda kelishi mumkin. Ba'zan qon bosimi tushib ketadi va shok rivojlanadi. Diagnostika usullari ekokardiografiya, EKG yoki rentgen yordamida o'sha yurak bo'shlig'ini, yurak atrofidagi kapsulada qonning to'planganini ko'rishimiz mumkin. Tezkor davolash, suyuqlikni o'sha bo'shliqdan, perikarddan chiqarib yuborish bu yurakka tushadigan bosimni kamaytirib beradi. Jarrohlik aralashuvi yoki kateter yordamida o'sha sanatsiya qilib qonni chiqarib tashlash bu muhim hisoblanadi. Bu ikki xil holat bo'lishi mumkin, ya'ni sekin astalik bilan kichikroq qon tomir shikastlangan bo'lsa, sekin astalik bilan u to'lib borishi, yurak sekin-sekin urish tezlashib borishi mumkin yoki o'tkir holatlarda bu birdaniga yurak yorilib, kattaroq qon tomiri shikastlansa, yurakning birpasda to'lib qolishiga olib keladi va bu inson hayotini tezroq tugashiga bir sabab bo'lishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa vaqtida yurakni qo'shimcha tekshiruvlarni tekshirtirib turish tavsiya etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasali haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.